Assalomu alaykum barchaga. Bugun yana o'sha berilgan savollarga javob berishga harakat qilamiz va davom ettiramiz. Xo'p, keyingi savollar qanday? Speakingni qanday qilib rivojlantirsam bo'ladi? Speakingni rivojlantirish uchun top 3 ta sistemani fikrini beraman. Xo'p, birinchisi bu conversation with your friends and your teachers. Ya'ni do'stlaringiz yoki o'qituvchilaringiz bilan conversation qilish, suhbat qilish. Xo'p, keyingisi bu second one is using speaking apps. Xo'p, speaking appdan foydalanib qandaydir Yevropalik yoki Osiyo, Hindiston, Amerikalik tushishi yoki Britaniyalik tushishi bu qandaydir bo'lish mumkin bo'lmagan holatlardan biri. Agar mabodo tushib qolsa, bu sizga yutuq. Va Hindistonlik, Arabistonlik yoki boshqa bir Yevropa vakillari bilan speaking appda muloqot qilish. Hop. Third one is shadowing. Shadowing haqida oldin ham gapirganman va yana takrorlab o'taman. Shadowing bu siz yoqtirgan qaysidir bloger, chef, oshpaz, ya'ni sportchi, futbolist, make-up bloger, qandaydir insonlarni shadowing bu o'z-o'zidan soya. Ya'ni uni speechini, tempini o'zingizga ko'chirib olish. Agar siz o'zingiz yoqtirgan yaxshigina speakerni, yaxshigina blogerlarni speechini o'zlashtirib olsangiz, bu dahshat. Hop, uchinchisiga yana qo'shimcha qilishimiz mumkin. Kino yoki movie yoki qandaydir music-larni, songs-larni eshitib turib, o'shalardagi speechlarni o'rganib, nimanidir aytganini eshitib tushunib olib, как будто bu listeningga ham yordam beradi. Va keyingi savollarga xudo xolasa keyingi videolarda javob berib o'tamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha